Yoshlar birlashmasi 90-yillarda boshida, ya'ni 89-yillarda yosh guruhlardan bolalar guruhi tashkil topgan. Agar kattalar bilsa, uni основательlar, ya'ni o'sha tashkil topishga hissasini qo'shgan insonlar rahmatli Ruslan aka Sharif bo'lganda, kompozitor, вот Trik legenda Husanjon Sodiqov, ya'ni Tohir Sodiqov akalarni tavsiya qilaman. Endi men sekin-sekin mana qo'shiqlarni aytishni boshlayman. Boshida hamma qo'shiqlardan boshlaymiz. Mana shu bo'ldi.